Tushda bulutlar orasida yurish odatda yaxshi alomat sifatida talqin qilinadi. Tush ta'birlarda bu holat insonning maqsadlari, orzulari va ruhiy holati bilan bog'lanadi. Tushda oq va yorug' bulutlar orasida yurishni ko'rish quvonch, omad va xush xabar belgisidir. Bordi-yu qora yoki bo'ronli bulutlar vaqtinchalik tashvishlar yoki ehtiyotkorlik zarurligini bildirishi mumkin. Tushda bulutlar orasida qo'rqmasdan yurish o'ziga ishonch va maqsad sari dadil harakat qilishni anglatadi. Tushda bulutlardan yiqilib tushish ayrim rejalarda qiyinchilik yoki umidlarning kechikishini anglatishi mumkin. Tushda bulutlar orasida yurish yuqori martaba va muvaffaqiyat, orzularning ushalishi, ruhiy yengillik, ilm va ma'rifat deb ta'bir qilinadi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.